Yana Shahoboz Jalilov mikrofon qarshisiga taklif qilamiz. Shahoboz, qani ikkinchi zarbani beramiz endi. Nimani aytamiz? Qani qaysi ashula, qaysi mavzu? Endi ikkinchi aytadigan ashulamiz xudo xolasa o'zimizning ijodimizdan tirigida asrang ota-onangizni degan bir o'zimizni qalamimizga mansub ashulamiz bor. Xudo xolasa shuni ijro qilib beramiz. Marhamat, marhamat, marhamat. Azizlar, demak Ziyoratga yoqut marmar tosh qo'yganlar, marakada qo'sh qazalab osh qo'yganlar. Ziyoratga yoqut marmar tosh qo'yganlar, marakada qo'sh qazalab osh qo'yganlar. Manmanlikdan zalala tabosh qo'yganlar, manmanlikdan zalala tabosh qo'yganlar. O'z vaqtida yig'inglar xonangizni, tirigida asrang ota onangizni. O'z vaqtida yig'inglar xonangizni, tirigida asrang ota onangizni.
Shoh Abbosni so'zlarini yo'qotsangiz topa olmaysiz izlarini. Og'ir olmang Shoh Abbosni so'zlarini yo'qotsangiz topa olmaysiz izlarini. Farzand uchun fido qilgan o'zlarini, farzand uchun fido qilgan o'zlarini o'z vaqtida yig'inglaringiz xonangizni, tirigida asrang ota olangizni, o'z vaqtida yig'inglaringiz xonangizni, tirigida asrang ota olangizni, tirigida asrang ota olangizni, tirigida asrang ota olangizni. Yashang Shoh Abbos, sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, rahmat. Siz qo'shiq aytyapsiz. Juda ko'pchilik hozir sizni duo qilyapti, ota-onalar ayniqsa duo qilyapti, yosh o'g'illar duo qilyapti. Baraka top o'g'lim deyapti. Qaysi birlardir ko'zlariga yosh oldi. Mana bu yerda hozir SMS yozishyapti. Otangga rahmat Shoh Abbos degan mana bo'lar ekan-u degan chiroyli bir so'zlar yozilyapti. Umringiz uzoq bo'lsin. Shoh Abbos haqiqatan ham yolg'on yashayotgan odamlarga ko'zinglarni ochinglar degan bir chiroyli bir ishora bo'ldi. Omon bo'ling. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Joyingizni egallab olishingiz mumkin.